Bu ikkita chanasi bor aka. Mana kalaskachasi baqa yuradi va reskadan chiqqandan keyin baqa qolipga olib kelib turib apparatni yurgizib qo'yasiz. Mana bu reskani ishlashi, tepaga chiqib tushishi avtomatik hamma yo'g'i o'chadi. Mana bu kesma pichoqniki shu trost otilgan holatda ishlashiniki. Bu ham mustahkam qilib hamma yo'g'ini perdelka qilib qilingan. Turbalar yo'q ondan aka mana. Qalin. Muammoli joyi yo'q, hamma yo'g'i ishonarli nimada. Tepaga ham stopi bor, pastga ham stopi bor. Avtomatik o'chib, avtomatik nima qiladi? Avtomatik tushyapti, ko'tarilyapti. Ko'tarilgandan keyin hozir metkaga kelsa o'chadi. Qolip tagiga bemalol tushaveradi mana bu tagiga. Mana shu hozirgi holatga qolipda olib kelasiz gazoblokda kelib qo'yiladi, kesish tushadi keyin.